Xo'sh, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, matematika master kitobini oxirgi raqam mavzusini 1003-misolga kelib qolganmiz. Demak, shu misoldan boshlaymiz. Demak, 1003-misol. E'tibor beramiz. 1003-misol. 4 ning darajasida nima bur ezilbit. Yaxshi yozadigan bo'ldi. Xo'sh, 4 ning darajasida 8942 ni oxirgi bitta raqamini topishimiz kerak. Tushunarli? Demak, biz aytdik, yuqori darajaga oshirilgan sonlarning oxirgi bitta raqamini topishimiz uchun uni avval takrorlanish davrini topamiz, ya'ni asosning takrorlanish davrini topamiz va darajani asosiy takrorlanish davriga bo'lamiz. Shunda ikki xil holat bo'lar edi. Qanday holat? Qoldiq qolar edi bo'lgan paytimizda, qoldiq qolmas edi. Agar qoldiq qolsa, o'sha qoldiq topib mana bu darajani o'rniga qo'yib hisoblaymiz. Qoldiq qolmasa, darajani o'rniga takrorlanish davrini o'zini olib qo'yib hisoblaymiz. Tushunarli? Demak, men 4 ta takrorlanish davrini topaman birinchi. Demak, takrorlanish davri 4 ga teng. 4 ning darajalariga oshirib boraman. Takrorlanish davrini topishimiz uchun darajaga oshirishimiz kerak edi. Mana qaranglar, 4 ni birinchisi 4 bilan boshlandi. Yana oxirgi raqamida 4 takrorlanguncha men darajaga oshiraman. 4 kvadrat 16, ya'ni 6 bilan tugaydi. Oxir raqam muhim menga. 4 ning kubi 4 bilan tugadimi? Nechtadan keyin takrorlandi? Bitta, ikkita. Demak, 4 ning takrorlanish davri necha ekan? 2. Hop. Men nima qilaman endi? Mana bu darajani takrorlanish davriga bo'laman. 8942 ni bo'lamiz 2 ga. 4 tadan 8 ayirayorsam 9 chiqib keladi. 4 tadan 8 ayirayorsam 1, 14, 7 tadan 14, 2, 2 ning ichida bittadan 2 ayirayorsam 0. Qoldiq qolmadi. O'zi qoldiq qolmasligi 100% aniq edi. Qayerda aniq edi? Oxir bo'lish belgilaridan. Rahmat. Oxirgi raqami juft bo'lsa, bu son 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni oxir raqami 0 yoki juft bo'lsa, bu son 2 ga qoldiqsiz bo'linadi deyilgan. Buni yozib qo'yamiz prosta. Hozircha bu juda muhim narsa emas. Demak, bu qoldiq qolmasligini bildik. Qoldiq qolmasa, o'sha darajani o'rniga nechini olib qo'yamiz? Takrorlanish davrini o'zini. Mana bu asosning takrorlanish davrini olib qo'yamiz. Qoldiq davri necha? 2. Demak, 2 ni qo'yamiz. 4 ning kvadrati necha bilan tugaydi? 6 bilan. Demak, 4 ning 8942-si ham 6 bilan tugar ekan. Tushunarli? Keyingi misolga o'taman. 1007. 4564 ning darajasida 2486. Xo'p. Mana shunday uzun misollarda, mana shunday uzun soni katta bo'lsin, bir xonali son bo'lmasin. Asosida turgan son bir xonali son bo'lmasin. Tasavvur qilinglar. Mana 4564 ham 4 xonali son. Mana buni takrorlanish davrini topamizmi ustoz? Katta son-ku, buni takrorlanish davrini topish qiyin-ku deydi. Oxirgi raqamda shunday xossa bor. Oxirgi raqamda xossalarini qaytaradi? Faqat oxirgi raqam qaytaradi. Demak, bizga mana boshida turgan 3 ta raqamda ahamiyati yo'q. Oxirda turgan bitta raqamni qo'ysak bo'ldi. Tushunarlimi? Ya'ni buni biz 4 ning darajasida 2486 deb yozsak yetarli. Ana endi buni hisoblay olamizmi? 4 takrorlanish davri necha edi? 4 ning takrorlanish davri teng edi 2 ga. 2486 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Agar qoldiq qolmasa, yuqori darajani o'rniga nima qo'yamiz dedim? Takrorlanish davrini o'zini. Takrorlanish davri 2, 2 ning 4 kvadrati 16. Demak, 6 bilan tugaydi. Demak, 4564 ning 2486 darajasi 6 bilan tugar ekan. Tushunarlimi bu? Savol bormi bu bo'yicha? Keyingisi 5 ning takrorlanish davri haqida gaplashamiz. Xo'sh, qaranglar. Shunday sonlar borki, ularning istalgan darajasi o'zi bilan tugaydi. Misol uchun 0. 0 ning har qanday darajasi necha bilan tugaydi? 0 bilan. 1 ning har qanday darajasi necha bilan tugaydi? 1 bilan. 5 ning har qanday darajasi necha bilan tugaydi? 5 bilan. Bunga sabab ularning takrorlanish davri 1 ga teng.
Qaranglar, mana misol uchun 5 ni ko'ramiz. 5 takrorlanish davrini topish uchun bu yerda 5 ni birinchisi 5, 5 ni kvadrati 5, 5 ni kubi 125 5 bilan tugaydi. Tushunarlimi? Mana. Qaranglar, hammasi 5 bilan tugayadi. Buni takrorlanish davri 1 ga teng. Tushunarlimi? Xo'p. Davom etamiz. Birinchi misolimiz. 1013-misoldan birinchisi. 5 ni 2017-sini oxirgi ikkita raqamini toping debdi. Ana endi biz bu yerda nimani topishimiz kerak? Oxirgi ikkita raqam. Agar e'tibor bersalaring, 5 ni darajaga oshirgan paytimizda 5 ni birinchisi 5, 5 ni kvadrati 25, 5 ni uchinchisi 125. Xo'p, 5 ni to'rtinchisi 625. Xo'p, 5 ni beshinchisi 3125. 5 ni oltinchisi 15625. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, 5 ning birinchi darajasidan keyingi har qanday darajasini oxirgi ikkita raqamni necha bilan tugayapti? 25 bilan. Oxirgi ikkita raqami deyapman. Demak, 25 bilan tugayapti. Faqat birinchi darajasigina 5 bilan tugayapti. Demak, buni mana bu misolda 1013-misolda 5 ning 2017-sini oxirgi ikkita raqami necha bilan tugaydi? Aniq 25 bilan tugaydi. Chunki faqat 5 ning birinchi darajasini bittagina raqamdan iborat, u 5 bilan tugaydi. 5 ning qolgan barcha darajalarni oxirgi bitta raqami 5 bilan, oxirgi ikkita raqami necha bilan tugaydi? 25 bilan. Tushunarli bu? Xo'p, keyingisi 6. 1016-misol 6 ni 2017-sini hisoblang. Demak, 6 ni takrorlanish davrini topamiz. 6 ni birinchisi 6, 6 ni kvadrati 36. 6 ni ham takrorlanish davri nechasiga teng ekan? 1 ga teng ekan. Demak, 6 ni ham istalgan darajasini oxirgi bir dona raqami 6 bilan tugaydi. Tushunarlimi bu? Ana 7 niki. Demak, 1019. E'tibor beramiz. 7 ni 3117-si hisoblang debdi. To'g'rimi? 7 ni takrorlanish davri. Takrorlanish davri 7 hisoblaymiz. 7 ni birinchisi 7, 7 ni kvadrati 9 bilan tugaydi, ha? 7 ni uchinchisi 3 bilan tugaydi. 7 ni to'rtinchisi 1 bilan tugaydi. 7 ni beshinchisi 7 bilan tugaydi. Nechtada takrorlandi? 4 tada. Demak, 3117 ni necha bo'laman? 3117 ni takrorlanish davriga bo'laman, 4 ga bo'laman, to'g'rimi? 4 ga bo'lsam 7 kere 4 28, ayriyorsam 3, yana 31, yana 7, 28, ayriyorsam yana 3, 37. 9 tadan 36 ayriyorsam necha qoldi qoladi? 1. Xo'p, demak, qoldiq to'g'ri borib qo'yamiz darajaga dedimmi? Demak, 7 ning darajasida 1. Demak, 7. Demak, mana bu 7 ni 3117-darajasi necha bilan tugar ekan? 7 bilan tugar ekan. Tushunarli bu? Xo'p. Xo'sh, davom etamiz. Qaraymiz. Keyingi misol nechinchisi? 1022-misol. 1022-misol. 7 darajasida 9 ning kvadrati plus 1. To'g'rimi? Xo'p, 7 darajasida 9 ning kvadrati necha?
81. 81 ga bo'lib qo'shsam 82 mi? 7 darajasi 82 ni hisoblashim kerak ekanmi? Takrorlanish davri 7 niki necha edi? 4 edi. 82 ni nechiga bo'laman? 4 ga bo'laman. Xo'p. 2 ta 8 ayiraversam 0, 2 tushib keladi, 2 qoldi qolar ekan, ha? Shundaymi? 20 qoldiq 2 bo'lar ekan, to'g'rimi? Xo'p, eshitamiz endi. Qoldiq hisoblarni necha o'rniga qo'yaman? 82 ni o'rniga qo'yaman. 9 bilan tugaydimi? Demak, 7 ning 9 kvadrat plus 1-darajasi necha bilan tugar ekan? 9 bilan tugar ekan. Tushunarlimi bu savol? Xo'p, 1026-misol. 1026-misol. 8 ning darajasida 2018-sini oxir raqamini toping deyaptimi? Demak, takrorlanish davri 8 nikini topadigan bo'lsam, 8 ni birinchisi 8, 8 kvadrati 64, 4 bilan tugaydi. 8 kubi 2 bilan tugaydi. 8 ni 4-inchisi 6 bilan tugaydi. 8 ni 5-inchisi 8 bilan tugaydi. Demak, 8 takrorlanish davri 4 ekan. 2018 ni bo'laman nechiga? 8 4 ga bo'laman. 4 ga bo'laman. Takrorlanish davri 4 ku. Demak, 20-da 5 tadan 20 ayiraversam 0. Xo'p, bitta 0 beraman chunki ikkita son bo'lganligi uchun. 18, 18 ichida 4 tadan 16 ayiraversam 2. 2 qoldi qolayotganmi? Xo'p, demak darajaga nechini olib borib qo'yaman? 2 ni. Necha bilan tugaydi? 6 bilan. 8 kvadrat 64 4 bilan tugaydi. 64 4 bilan tugaydi. Tushunarli? Xo'sh. 26. Xo'p. Darajani tugatib qo'yaylik. Opchi darajali misollarda 1030-misol. 1030-misol. 9 ning darajasida 8942. Shuni darajasi hisoblashimiz kerak. 9 takrorlanish davrini topamiz. Takrorlanish davri 9 niki. 9 ni birinchisi 9, 9 ni kvadrati 81, 9 ni kubi 9 bilan tugaydi. Takrorlanish davri 9 ga necha ekan? 2. 8942 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, bo'layotishim shart emas, to'g'rimi? Demak, qoldiq qolmasligi aniq. Qoldiq qolmasa takrorlanish davrini o'zini olib borib qo'yaman. Demak, 1 bilan tugaydi. 9 ning 8 ning 942-darajasi necha bilan tugar ekan? 1 bilan tugar ekan. 1032-misolgacha uyga vazifa. Bu dars qolganlarni davom ettiramiz. Tushunarli?